Salom do'stlar, sizlar bilan Cheaters Gaming kanali. Siz bugun modsiz shunchaki chat orqali kodlar yozib, bloklarni paydo qilishingiz mumkin va yo'q qilishingiz mumkin. Biz shunchaki chatga kirib, turli xil kodlarni yozib, turli xil bloklardan kub qilishimiz mumkin yoki pol qilishimiz mumkin, turli xil narsalar qilishimiz mumkin. Agar videom yoqsa, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Demak, biz boshladik. Biz avvalo chatga kirib, bu yerdan show koordinata, ya'ni koordinatalarni yoqib olishimiz kerak mana. Shuni yoqib olasiz va yoqib olganingizdan keyin tepada position turli xil kodlar chiqaradi. Bu sizning yurgan joyingiz bo'ladi. Keyin esa biz mana shu kodlar orqali shu kodlarni terib turli xil narsalar paydo qilishimiz mumkin. Masalan, mana bu joyga kiramiz, yer tagiga bedrockgacha. Keyin bu yerning koordinatasini yodlab qolamiz. 20 -63 -6. Endi biz xohlagan joyimizga borib turamiz. Juda uzoqlashib ketmaslik kerak. Bu boyagi koddan siz turgan joygacha bloklarni paydo qiladi va biz mana shu joyni belgilab qazmasligimiz ham mumkin edi. Keyin bu yerga yozamiz. Bu yerga biz yozamiz. Pishiq chiziq bilan fill boyagi kodni yozamiz. 20 -63 -6. Keyin biz bu yerga 3 ta to'lqin chiziqdan qo'yamiz. 3 ta. Keyin biz paydo qilmoqchi bo'lgan blokimizni yozamiz. Masalan, diamond blok, olmos blok, diamond pastki chiziq blok. Mana tepada ham ko'rsatib turibdi nima qilib yozishlarini. Blok deymiz va biz yuborsak, mana bizda mana shunaqa paydo bo'ladi. Boyagi koordinatadan siz turgan joygacha. Mana bu men yozib olgan koordinata, boyagi turgan joyimizda shu yergacha paydo qilishi. Endi biz yana turli xil narsalarni sinab ko'rishimiz mumkin. Mana bu boyagi koordinata chuqurda joylashgani uchun bu chuqurda paydo qiladi. Mana bedrockgacha paydo bo'lgan. Endi biz devor qilamiz. Devor qilish uchun esa bir joyga turib olamiz. Mana masalan 0 -60 -30. Mana shu blokdan to'g'riga qarab yuramiz, to'g'riga qarab yuramiz. Va biz xohlagan joyimizda turib olamiz. Faqat to'g'riga yurishingiz kerak. Va bu yerdan va biz tepaga chiqishimiz kerak. Biz turgan joygacha paydo qiladi va biz yana egri chiziq va fill boyagi koordinatani yozamiz bu yerga. 0 -60 va -30. Ya nuqta qo'ymaslik kerak. -30. Keyin yana 3 ta to'lqin chiziq va biz masalan oltin blokdan qurishimiz mumkin. Gold blok. Keyin biz yuborgan zahotimiz o'sha narsa paydo bo'ladi biz turgan joygacha. Mana do'stlar, devor ham paydo bo'ldi. Endi biz bloklarni yo'q qilishimiz ham mumkin. Masalan, yana xohlagan bir joyingizga borib turib, yer tagiga qaziysiz va bu yerning koordinatasi ham yodingizda saqlaysiz. 64 -63 -25. Va yana xohlagan o'zingizga kerak bo'lgan nuqtaga borib turib olasiz. Va mana shu joyga kelib turib olasizda va yana yozasiz egri chiziq fill. Keyin boyagi koordinatani yozamiz. 64 -63 va -25 do'stlar, 25. Keyin biz yana 3 ta to'lqin qo'yib bu yerga havo deymiz. Ya'ni air deymiz. Keyin yuborgan zahotimiz bloklar yo'q bo'ladi mana. Bloklar yo'q bo'ldi do'stlar.
va mana bu biz turgan nuqta edi. Boyagi mana koordinatani ham ko'rishingiz mumkin. 64 minus 63 va 25. Endi biz mana bu joyga turib olib yana boyagi kodni yozamiz. Teparoqqa chiqib kub hosil qilmoqchi bo'lsangiz teparoqqa chiqib yozasiz. Yana egri chiziq fil boyagi koordinata 64 minus 63 va minus 25. Bu safar masalan 3 ta to'lqin chiziq qo'yib 3 ta to'lqin chiziq va biz bunga masalan temir blok deymiz. Iron pastki chiziq blok va biz yuboramiz. Mana yana bizga paydo qilib beradi. Endi biz masalan siz bu kubni ichini to'ldirib turli xil uy qurmoqchi bo'lsangiz yoki to'siqlar qurmoqchi bo'lsangiz boyagi koordinatani yoniga borib turasiz. Lekin bu safar hammasidan bir blok ayriladi. Birinchiga qo'shiladi. Mana 65 minus 62 minus 24. Yana bitta blok qazisak, u bedrock bo'ladi. Keyin biz tepaga chiqib boyagi joyimizga borib turib olamiz. Lekin siz ustki qavatini qoldirmoqchi bo'lsangiz bir blok, 2 blok pastga tushasiz, chunki u turgan joyingizdan bir blok pastdan yo'q qiladi. Mana 2 blok qazib shu yerda turasiz va yana yozasiz. Egri chiziq fil 65 minus 62 minus 62 va minus 24. Keyin biz yana 3 ta to'lqin qo'yib, bu yerga yana havo deymiz. Air. Keyin yuborgan zaxotimiz bizda mana bo'shliq paydo bo'ladi. Bizda bo'shliq ham paydo bo'ldi. Mana bu yerga siz xohlasangiz uy qurishingiz mumkin, xohlasangiz to'siqlar qurishingiz mumkin. Va mana videomiz ham tugadi do'stlar. Videolarim sizga yoqayotgan bo'lsa, sizga foyda olib kelayotgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying, obuna ham esdan chiqmasin. Bu kanal hali yangi, kanal rivoji uchun obuna va like tugmasini bosib qo'ying, iltimos. Va men yana shunday foydali videolar olishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'ling.